Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Afdolus salati va atamut taslim ala sayidina va habibina Muhammadin va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Azizlar, bugun sizlarga islom olamida ma'lum va mashhur bo'lgan Daloil Hayrot kitobini yangi bosqichi ustozimiz Shayx Mahmud Muhammad Durra hafizahulloh tahqiqlarida chiqqan kitobni o'qilish tartibini tushuntirib bermoqchiman. O'zbekistonga bu kitobdan 100 ta odatda yuborilgandi, deyarli tugabdi hozir. Kitob do'konlarida sotilyapti. Yana yuborishlik rejamizda bor. Kitobni o'qilish tartibini ko'pchilik so'rayapti. Daloil Hayrot kitobini avval aytib o'tganimizdek, kunimizga qadar islom ulamolari, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning merosxo'rlari kunlik virdini hech qachon tark qilishmagan. Juda ko'p ulamolarning hayotining bir qismi bo'lgan bu Daloil Hayrot kitobining ichidagi salovatlar. Bu kitob salovatlar to'plami o'zbek tilida eng go'zal salovatlar deb tarjima ham qilingan. Qo'limizdagi mana bu bosqichi wird kitob o'laroq ishlangan. Buni kunlik virdlari alohida bo'lingan, ba'zi qo'shimchalar qo'shilgan va mana bu varaqlari wird kitob o'laroq ishlangan deganim qalin varaqda ishlanganki, bu har kuni o'qiladigan kitob. Har kuni 15-20 sahifa o'qilganida kitoblari urinib qolmasligi uchun varaqlari yaxshi qog'ozdan foydalanilgan. Biz karton deymiz, o'shanga kartonga o'xshagan qalin qog'oz. Kitobning yozilish tarixi haqida avval bir video qilib chiqargandik, YouTube sahifalarimizda bor, ko'rishinglar mumkin. Fazilatlari haqida o'zi aslida kitobning fazilatlarini sanab sanog'iga yeta olmaymiz, chunki ko'p aytilganidek, bu kitob islom olamida Qur'oni Karimdan so'ng eng ko'p bosib chiqarilgan kitoblar ro'yxatida turadi. Ya'ni Qur'oni Karimdan so'ng mana Sahih al-Buxoriy kitobi bor bilamiz. Eng ko'p bosib chiqarilgan kitoblar bor. Shularni ro'yxatida eng yuqori pog'onada turuvchi kitoblardan hisoblanadi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat aytishlik sahobalar davridan bizni davrimizga qadar mana bu payg'ambar alayhisalomning vorislari, ulamolarning odatlaridan hayotlarini bir qismiga aylantirishgan. Bilamiz, hadis sharifda sahoba ikrom so'raganlarida, "Ya Rasululloh, sizga bir kunda qancha salovat aytay, kunimni 3 dan birini ajrataymi?" deganlarida, "Agar ziyoda qilsang o'zingga yaxshi" deganlar. "Kunimni 2 dan birini sizga salovat aytish bilan o'tkazaymi?" deganlarda payg'ambar alayhisalom yana ziyoda qilsangiz o'zingizga yaxshi deganlar. Keyin kunimni boshidan oxirigacha sizga salovat aytaymi deganlarda, "Agar shunday qilsangiz gunohlaringiz kechiriladi va dunyoviy g'am anduhlaringiz hal bo'ladi" deganlar. Mana shu hadis sharifga ko'ra insonning o'zi hayoti dunyoda bajaradigan amallari dunyoviy va uxroviy. Endi dunyoviy va uxroviy muammolari hal bo'lgandan keyin inson boshqa bir muammosi qolmaydi. Demak, bizni dunyoviy va uxroviy g'am anduhlarimizni ketkazuvchi bo'lgan eng yaxshi vosita salovat sharif. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salovatlar majmuasi. Bu kitob o'zida hamma go'zal salovatlarni jamlagan. Eng go'zal salovat shariflarni o'zida jamlagan. Ushbu kitobni o'qilish tartibi haqida ko'p so'rashdi bizdan. Men shuni tushuntirib bermoqchi edim. Mana kitob boshlanishida ustoz Shayx Mahmud Durra Daloil Hayrotdan o'zlari juda ko'p manfaat olganlar. 40 yil ilgari O'zbekiston diyoridan bo'lgan Shayx Muhammad Zakariya Buxoriy hazratlari Madina-i Munawvarada u kishini ziyorat qilganman dedilar. Topchadan bir kitobni oling deganlar. O'sha kitobni olsam Daloil Hayrot ekan. O'shanda aytganlarki, avliyolar hech qachon mana shu kitobni o'qishni tark qilishmagan, kunlik virdini deganlar. O'sha kundan boshlab har kunlik virdini qoldirmasdan o'qiyman dedilar ustoz. Va juda ko'p foydalar olganlar. Mana shu fazilatlarini 5 baytlik bir iborada bayon qilganlar. Undan keyin istig'for, Fotiha bilan boshlab Alloh taoloning go'zal ismlarini yozilgan. Boshida mana Asmaullohul Husna. Bu Allohning go'zal ismlarini kitob boshiga qo'yilishligini sababi salovatning o'zi asli duo. Payg'ambar alayhisalomga madh va
salovatlar aksariyati Allohimma deb boshlanadi. Allohimma bu ey Allohim deb nido ma'nosida, munojat ma'nosida, duo ma'nosida bo'lganligi uchun bu duolarning ijobatiga Alloh taoloni ism sifatlarini boshida qo'yganlarki, agar Allohning ism sifatlari zikr qilinib keyin duo qilinsa, hadis sharifga ko'ra u duolar so'zsiz ijobat bo'ladi. Allohning go'zal ismlarini zikr qilgandan keyin niyat duosini qo'yadilar. Bilamiz, niyatning ta'rifi odat bilan ibodatni ajratib turuvchi narsa. Ya'ni niyat bilan odatlar ibodatga aylanadi. Shuning uchun kitob boshiga niyat duosi qo'yilgan. Ma'nolari juda bir ajoyib. O'zbekchasidan ko'rsanglar bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, eng go'zal salovatlar deb yozilgan kitob bor. Ana shu kitobda tarjimalari bor bu duolarning. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning go'zal ism sifatlari bor. Bular ham zikr qilingan. Bilamiz, Madina-i Munavvarada payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ravzalari va muborak qabrlari. Mana shu qabrga kirib kelishlikda bir yo'lak bor. Yo'lak deymiz. Haligi Bobus salomdan kirganda Muvajahatus Sharif, payg'ambar alayhisalomga salom beriladigan yo'l. Mana shu yo'ldan kirib kelayotganda uzun yo'lakda o'ng tarafda yuqorida inson bo'yidan balandroq yerga mana shu ismlar Usmoniy sultonlari tarafidan yozilgan. Masjid-i Nabaviyda haligacha bor mana shu ismlar. Hammasi payg'ambar alayhisalomning go'zal ism sifatlari. Kitobning boshiga bular yozilgandan keyin yana bir niyat duosi o'qib, keyin kunlik virddan boshlanadi. Bu dushanba kunidan boshlanadi o'zi, Yawmul Isnayn. Bu birinchi hizb hisoblanadi, birinchi wird hisoblanadi. Dushanba kunidan boshlanadi. Endi bir kishi chorshanba yoki payshanba kuni olgan bo'lsa, mana shu olgan kunini virdidan o'qib ketsa ham bo'ladi, muammo yo'q. Lekin mana dushanbadan boshlaydigan bo'lsa, boshidan duolari bilan o'qib kelib, dushanba kungi virdini o'qiydi. Bu 21-sahifadan 37-sahifaga qadar. Mana bu atrofida ham 92 ta salovat sharifni qo'yganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat sollallohu alayhi vasallam. Mana shuni ustoz nimaga qo'yganlar desa, bu ramkani ichiga joylab chiqqanlar. Muhammad so'zida har bir harf, bilamiz, abjad harflar bor. Haligi harflardan ma'lum bir raqamlar olinadi. Mana shu Muhammad 4 ta raqami, mim, ha, mim, dal. Mana shu 4 ta harf 92 raqamni berar ekan. O'sha 92 raqamdan kelib chiqib 92 ta salovat sharifni atrofiga yozganlar. Ustoz Shayx Mahmud Ro'zlari qo'ydirganlar buni ham. Demak, dushanba kungi virdini o'qiladi. Buni ichida mana hozirgi qo'limizdagi bosqisida o'zi qora yozuvda yozilgan salovatlar, qizil yozuvda yozilganlari ham bor. Mana bu qizil yozuvda yozilganlari hammasi munojot, faqat duolar. Ustoz o'zlari ajratib yozdilarki, mana shu haqiqatda Allohga duo qilib iltijo qilayotganini bilsin o'quvchi kishi, ajrata olsin deb mana oxiridagi duo joylarini, munojot joylarini qizil yozuv bilan yozilgan. Va Yawmus Sulasa bu seshanba kuni virdi. Seshanba kuni virdi Hizbus Sani, bu ikkinchi hizb, ikkinchi o'qiladigan wird. Bu ham 37-sahifadan 51-sahifagacha. 52, mana 53-sahifadan Yawmul Arbi'a, chorshanba kuni virdi boshlanadi. Xuddi shu shaklda chorshanba, payshanba, juma, shanba qilib boriladi. Aytib o'tganimdek, qizil bilan yozilganlar, mana orada qizil bilan berib ketilgan joylari bor. Bular o'sha munojot o'laroq aytilgan joylarini ajratib qo'yganlar. Keyin ba'zi salovatlarni tagiga mana bu salasa deb qovusni ichiga qo'yib qo'yganlar. Bu o'sha duolarni 3 marta o'qilishligini bildiradi. Salasa 3 degani 3 martadan o'qiladi. Ba'zilari 7 martadan. Oxiridagi virdlarda 14 marta aytiladigan joyi bor. Allohumma solli ala badrit tamam, Allohumma solli ala nuriz zolam, Allohumma solli ala miftahi daris salam, Allohumma solli ala shafi'i fi jami'il anam. Mana shuni 14 marta o'qiladi deyilgan oxirgi virdda. Mana shunday oxirigacha o'qib kelasizlar. Dushanba, seshanba, chorshanba, juma, seshanba, payshanba, chorshanba, dushanba, seshanba, chorshanba,
payshanba, juma, shanba, mana oxiri kelib yakshanba, yawmul ahad va yana dushanba bor, yawmul isnayn. Endi dushanbaga ulanadigan kecha xuddi hofizi Qur'onlar Qur'oni Karimni xatm qilganlarida boshidagi Baqara surasidan biroz o'qib qo'yishadi. To'g'rimi? Fotiha o'qiladi, Baqaradagi boshidagi 5 oyat yoki bir 5 sahifa, 10 sahifa o'qib qo'yiladiki, haligi kitobni xatm qilgandan keyin to'xtab qolinmasin. Boshlandi, davom etsin deb. Xuddi shunday bu kitobni ham mana bu dushanba kungi virdi o'zi boshqa kunlarga nisbatan ko'proq. Buni yana bir hikmatlaridan aytishadi ustozlar. Dushanba kuni payg'ambar alayhisalom tug'ilganlar, bu kuni ro'za tutganlar, bu kunni alohida bir e'tibor berganlar dushanba kuniga. Va mana shu kunni hurmatidan dushanba kungi o'qiladigan virlar ikki hissa. Masalan, mana bu virlar 15-20 sahifa bo'lsa, 35-40 sahifaga boradi. Boshidagi va oxiridagi yawmul isnayn, ya'ni dushanba kungi virlarni jamlasa. Mana oxirida ham yawmul isnayn bor. Buni yawmul isnayni yarmini bu yoqqa qo'yib, qolgan yarmini bu yoqqa o'tkazib qo'yilganda, tushundinglarmi? Boshiga. O'shanda mana bu oxirigacha yetkazmasdan bu yoqdan boshlagan bo'ladiki, hafta ichida yana davom ettirsin o'sha o'qiyotgan virdini degan ma'noda. Yawmul isnayn o'qilgandan keyin mana oxirida juda ajoyib duolar bor. Ismo azam ham bor deyshadi mana shu yerda ustozlar. Bu yerda bir payg'ambar alayhisalomga yozilgan bir madh ham bor, ya rahmatullohi inni xoifun va jilun degan. Undan keyin mana daloilni xatm duosi. Allohumma shrah bis-solati alayhi sudurana. Bu o'zi kitobning o'zidan bu duolar. Tushundinglar? Boshidagi haliga masalan mana bu baytlarni ustoz o'zlari qo'shganlar. Lekin mana bu kitobning o'zini xatm duosi. Bu o'qiladi, dushanba kuni o'qiladi-da, keyin buni tugatilgandan keyin mana oxirida ajmalul alamin xalqan va xuluqan deb aytilgan baytlar, bularni ham o'qishlik juda fazilatli. Bu xuddi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Imom Termiziy ta'lif qilgan Shamoil Muhammadiya kitoblariga o'xshagan payg'ambar alayhisalomning shamoillari bayt shaklida. Imom Nabahoniyning yozgan Shamoil Sharif kitoblaridan ba'zi baytlarni ustoz Shayx Mahmud Durro tanlab olganlar, mavlid o'laroq o'qiladi. Ya'ni kitobning boshidan oxirigacha salovat aytildi payg'ambar alayhisalomga va oxirida mana shu payg'ambar alayhisalomning madhlarida yozilgan mavlid o'qiladi dushanba kuni. Ya'ni birinchi dushanba boshladik, hafta ichi tugadida, ikkinchi dushanbaga ulanganda mana buni yarmini o'qidikda. Endi o'sha dushanba kunini o'zida bu yoqdan yana boshlaymiz. Chunki bu yoqda ham yawmul isnayn bor. Aytganimdek, yawmul isnayn dushanba kungi virda ikki qismga bo'lingan. Bu yoqdan yana o'sha yawmul sulasagacha o'qilib qo'yiladi dushanba kuni. Mana shunda yana hafta ichi davom etiladi. Hafta oxirida dushanbaga, yakshanba kuni o'qib, dushanbaga ulanganda ikki hissa o'qilish kerak bo'ladi. Kitobning virdlarini o'qilishini eng afzal vaqtlardan tong vaqti deyiladi. Sahar vaqti o'qish, ustozimiz Shayx Mahmud Durro ham shunga taklif qiladilar, tavsiya beradilar. Yana ba'zi ulamolar aytadi, shomgacha o'qish kerak deyiladi. Chunki shomdan o'tgandan keyin islom taqvimi bo'yicha keyingi kunga o'tilgan deyiladi. Mana shunga ko'ra keyingi kunga o'tib ketmasin kunlik virdi. Iloji bo'lsa o'sha kunni o'zida o'qisin. Endi bir kishi odat qilgan o'qishlikka, lekin o'sha kuni o'qiy olmay qoldi. Nima qilsin? Ertasi kuni ikkita virdini bitta qilib o'qib qo'ysin, bir qazo shaklida qilinsa. Kitobni davomiy o'qishlikda juda katta fazilatlar bor. Ko'plab ustozlar, ulug'lar payg'ambar alayhisalomni tushlarida ko'rganlar va mana bu kitobni madhini Zot sallallohu alayhi vasallamning o'zlaridan eshitganlar. Bizga ham mana shu ulug' martabalarga, payg'ambar alayhisalomga ruhan, ma'nan yaqin bo'lishlik maqomlariga yetishlikka Alloh taolo tavfiq bersin. Kitobning fazilatlarini aytib tugatib bo'lmaydi. Zamonamizni buyuk ulamolaridan, olimdan o'tganlar Shayx Abdulloh Sirojiddin rahimahulloh muhaddis bo'lganlar, o'zlari hadis ilmi olimi va Allohning do'stlaridan, valilaridan bo'lganlar. O'sha kishi kitobni kunlik virdini har kuni o'qirganlar va juma kuni boshidan oxirigacha bir marta xatm qilar ekanlar, kunlik virdlardan tashqari. Mana shuni bizning ustozimiz Shayx Mahmud Durro ham odat qilganlar. Kunlik virdini har kuni o'qiladi. Bunda
bomdod vaqti o'qiladi, yo bomdod namozidan oldin yoki bomdoddan keyin. Jumaga o'tar kechasi payshanba kuni kitob boshidan oxirigacha bir marta xatm qilinadi. Bilamiz, payshanba kuni jumaga o'tar kechasi hadis shariflarda aytilgan. Hadis shariflarda o'sha kechada salovat aytishlik fazilati bayon qilingan. Mana shu tartibda o'qilsa, inshaalloh xayrli, fazilatli amallardan hisoblanadi. Zero qabrga olib ketishimiz mumkin bo'lgan amallardan mana shu solih amallar. Bularni ko'paytirishlik har birimizni qiyomat kuni tarozimiz og'ir kelishligiga, Alloh huzurida yuksak maqom topishligimizga va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yaqin bo'lishligimizga sababchi bo'luvchi amallardan. Chunki payg'ambar alayhisalom hadis sharifda aytganlaridek, qiyomat kuni menga eng yaqin bo'ladiganingiz hayoti dunyoda menga eng ko'p salovat aytganingizdir deganlar. Alloh taolodan payg'ambar alayhisalomga yaqin bo'lishlikni, qiyomat kuni u zot sollallohu alayhi vasallamni qo'llaridan Havzi Kavsar suvlaridan ichishlikni so'rab qolamiz. Barchamizga Alloh taolo mana bu o'qilayotgan virdlar, zikrlarni manfaatli qilsin va davomli qilsin. Oz-ozdan bo'lsa ham davomiy bo'lgan amalda baraka bor. Mana shu amalda fayz, mana shu amalda dunyo va oxiratimizga foyda bo'ladi.